Diqqat! Ushbu xabarni oxirigacha tinglang va yaqinlaringiz ham yetkazing. Xitoydan O'zbekistonga import qilingan ananas va mandarinlarda odamlar uchun xavfli zararkunandalar aniqlandi. Shuning uchun Xitoydan mandarin va ananas importi endi rasman butunlay taqiqlangan. O'simliklar karantini agentligi va markaziy laboratoriya bu haqda rasmiy ma'lumot berishdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, O'zbekistonga import qilingan sitrus mahsulotlarida xavfli karantin zararkunandalari aniqlangan. Bu shunchaki texnik kamchilik emas. Bunday zararkunandalar nafaqat qishloq xo'jaligiga, balki inson salomatligiga ham jiddiy tahdid solishi mumkin. Shuning uchun taqiq o'simliklar karantini xavfini oldini olish va zararli organizmlarning butun mamlakat bo'ylab tarqalishini to'xtatish uchun joriy etilgan. Mutaxassislar aholidan, ayniqsa shubhali kelib chiqishi bo'lgan bozorlardan va chakana savdo do'konlaridan mandarin va ananas sotib olmaslikni so'rashmoqda. Agar siz kelib chiqishi noma'lum yoki shubhali bo'lgan mahsulotlarga duch kelsangiz, ularni iste'mol qilmaslik va tegishli organlarga xabar berish tavsiya etiladi. Bu juda muhim. Iltimos, ushbu xabarni guruhlarda ulashing, yaqinlaringizni ogohlantiring. Bugungi ogohlantirish ertaga katta muammoning oldini oladi. Ehtiyot bo'ling, sog'ligingizga g'amxo'rlik bo'ling.